Assalomu alaykum qadr qimmatlik to'rdoshlar. Birisining tapınığı tikan kirsa, yana birisining jini og'riydigan, yo'laksizni yo'laydigan, birisining qayg'usini tang bo'lishib, o'z xo'shalligini tang bo'lishalaydigan qarindoshlarim. Tilsiz kelgan bu afatdan elimizning ma'lum joylaridan xabaringlar bo'lish kerak. Öy makanidan, mal dünyasından ayrılıp qelayotgan qarindoshlarimizga ruhiy ve maddi yordam ko'rsatish har bir insonning zo'r odamgarchiligi deb bilamiz. Shunglashqa biz millatimiz tarafdan tashabbus ko'tarib, qo'l uchumizni sunishni to'g'ri ko'rdik. Xalqimizda tamam ko'l bo'lur degandek, chamimizning yetishicha o'lchimizni qo'shsak, shu bu ulug' oylarda nihoyatda zo'r savob bo'lmasmidi? Shu maqsadda maxsus şut içilganlığını sizlarga e'lon qilamiz. Ata boğulurumuz o'ng qo'ling berganni so'ng qo'ling ko'rmisun deydi. Gap kimning qanchalik pul berganligida emas, gap samimiylikda. Biz bir elning insonlari, xuddi bir uyning bolalardek bir-birimizga g'amxo'rlik ko'rsatishimiz afzal. Xayri ihsonlikni Allah ravo ko'radi deb tushunamiz. Aylanın sultanı Ramzan iyi mübarek bulsun. İsil arzu armanlarına rayap çıksın. Biz birgemiz yardım kılaylık. كلي على بعضي فداك إن غبت سموني القتيل كلي على بعضي فداك إن غبت سموني